Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Hazrati Oysha onamizga tuhmat chaplanganligi, shu orqali munofiqlarning abdi bashirsining ichilganligi qatorliq bir qator voqealarni o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Hudaybiya voqeasi. Hudaybiya umra hajining sababi. Hijriyaning 6-yili Zulqayd. Yaqindan buyanqi Arab yarim orolidagi o'zgarishlar musulmonlarga foydali tarafga yuzlangan seri cho'ng fathi bishoratlari va islom da'vati samaralari bara-bara oshkora ko'rilishga boshladi. Bo'libmi 6 yil mobaynida mushriklar tarafidan cheklab qo'yilgan musulmonlarning diniy ibodatlarini Masjidil Haram, ya'ni Ka'bada ado qilish huquqini asliga keltirish ishlari oldin ola bir-birlab ishlanishga boshladi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tushida ashablari bilan Masjidil Haramga kirib, Ka'baning ochqichini qo'liga oldi va hammaylan birlikda Baytullohni tavob qilib umra qilishdi va o'zaro boshlarini tushirib ihromdan chiqdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu tushini sahobalarga aytib berdi, ular xushal bo'lib ketdi va bu yil cho'qim Makkaga kiralaydiganmiz deb o'yladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga o'zining umriga chiqadiganligini uqtirib edi. Kishilar jiddiy safar saramjonlarini taxlab tayyor bo'ldi. Umra haj chaqirig'i. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madina va uning atrofidagi yezi qishloq aholilarini umra hajga chiqishga chaqirgan edi. Sahra badaviylarning ko'pinchisi vaqtida ulgurib kelolmaganligi uchun ularga saqlamay kiyim-kechaklarini yuyg'izib, Madinada o'z o'rnida Abdullah ibn Ummu Maktum roziyallohu anhu ni qoldirib, Hijriyaning 6-yili Zulqaydning 1-kuni dushanba saharda 1400 yoki 1500 sahoba bilan Madinadan yo'lga chiqdi. Ayollaridan Ummu Salima roziyallohu anhani ilib oldi. Odatda musofirlar safarda kutilmagan voqeadan saqlanish uchun ilib oladigan qiniga silingan qilishdan boshqa hech qanday qurol yaroq olmadi. Musulmonlarning Makkaga qarab yo'lga chiqishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlar bilan Makkaga qarab otlanib, Zulhulayfaga borganda kishilarga o'zining urushga chiqmaganligini bildirib qo'yish uchun hadiya, hajga qurbonlik qilgan mollarga filada belga osti va to'gisining lokisidan kichikina shilib uningga an soldi. Andin shu yerda umraga ihrom bog'ladi va Xuza'a qabilasidan bir kishini Qurayshlar to'g'riliq ahvol egallashga oldin mongdirib etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Usfonga yetib kelishiga iliq odam qaytib kelib, Kayb ibn Lu'ay jamoati sana Habashlarni yig'ib qo'shin tashkillab etibdi. Ular sen bilan urush qilib, sening Baytullohga kirishingni to'smoqchi ekan, dedi. Buni anglab payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan maslahatlashdi. U biz Makka mushriklarga yordamda bo'lganlarning yurt mahallasiga hujum qilib zarba beraylikmi? Agar ular qarshilik ko'rsatmay taslim bo'lsa, g'um qayg'uga mubtalo bo'lib asirga tushidi. Navoda qarshilik ko'rsatsa, ularning beshini Alloh o'zi olgan bo'ladi. Yoki Baytullohga ulul yo'l ichib ilgirlaveramdi. Oldimizni to'sqanlarni shu chaqda bir taraf qilamiz, dedi. Bu chaqda Abu Bakr roziyallohu anhu Alloh va Allohning payg'ambari obdan biladi. Biz umra qilg'ili keldik. Birov bilan urush qilib kelmadik, lekin bizni Baytullohdan to'sqanlar bilan urushayli bo'lmasa devidi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Undaq bo'lsa mangayli, dedi. Shuning bilan ular yo'lga chiqdi. Qurayshlarning musulmonlarni Baytullohdan to'sishga urinishi. Qurayshlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkaga qarab yo'lga chiqqanligini anglagandan keyin jiddiy kengashib musulmonlarni mumkin qadar Makkaga kirgizmaslikni qaror qilishdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bani Kayib tashkillagan Habash neger yalanma qo'shindan dajib o'tgandan keyin shu jamoatdan bir kishi kelib Qurayshlarning Zituvan degan joyga kelib tushganligini va Xolid ibn Valid boshchiligida 200 otliqning
Mekke'ge baradigan cho'ng yo'ldagi Qura-ul-G'ayim degan joyda musulmonlarni Mekke'ga kirishdan to'sish uchun kutib turayotganligini xabar qildi. Shu asnoda Xolid ibn Valid lashkarlarini boshlab yetib keldi. Musulmonlardan xeyli yiroq joyda chavandozlarni sapga tizib hayva ko'rsatib turdi. Ikki taraf bir-birini aniq ko'raladi. Bir chog'da Xolid ibn Valid musulmonlarning peshin namozida sapras bo'lib rukuga berib sajda qilib turganligini ko'rib, bu ularning rosa g'ofil vaqt ekan. Agar mushu holatda birla hujum qilsak, ularni cho'qim bir taraf qilib o'talaymiz, dedi. Ondan odamlarga ular namoz asriga turganda umumyuzlik hujum qilishni uqtirdi. Lekin bu vaqtgacha Alloh taolo Salatul Xavfning hukmini nozil qilib, Xolidning shirin xiyolini barbod qilaverdi. Yo'nalishni o'zgartib, qonliq to'qinishdan saqlanish. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Xolid to'sib olgan Nanim orqali Makkaga kirgili bo'ladigan cho'ng yo'lni so'l tarafda qoldirib, o'ngga burilib, tog' jilg'ilari orasidan agri to'qay va egizpas yo'llar bilan musulmonlarni boshlab, Saniyatul Miror yo'lidagi Jahrul Hams deganning o'ttirsidan kesib o'tib, Makkaning tuvan tarafidagi Hudaybiya tuzog'nikiga boradigan bir chig'ir yo'lga mağdi. Xolid ibn Valid musulmonlarning yo'linishini o'zgartib ilgarilayotganligini ko'rib, Qurayshlarni ogohlantirish uchun Makkaga qarab ot soldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davomli yo'l yurib, Saniyatul Miroga borganda tuyuqsiz uning to'gisi cho'kib oldi. Kishilar qancha noqib haydab boqqan bo'lsa-mu, to'ga o'rnida turg'ili unimidi. Ba'zilar Qasoi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oq to'gisining nomi herib qoldi, Qasvoyi herib qoldi deyishgaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qasvoyi herib qolmadi. U herib qolgan to'gim emas, balki uni Ashabul Filning pillari to'xtatib qo'ygan, Alloh to'xtatib qo'ydi dedi. Ondan yana mundaq dedi: Alloh bilan qasamki, ular menga Baytullohni ulug'laydigan har qanday bir shartni tanglasa, uni cho'qim qabul qilaman. Ondan u to'gisini devitkaydi, to'ga sakrab o'rnidan turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ixtiyoriy yo'l yurib, oxir Hudaybiyaning eng chat tarafidagi suyi oz bir quduq yeniga kelib tushdi. Musulmonlar quduqning suyini oz-ozdan uchumlab ilishgan bo'lsa-mu, ammo quduqning suyi tezla tugab ketdi. Shuning bilan ular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tashnalik azobidan shikoyat qilishgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yenidagi sadoqdan bir tal o'qni chiqarib quduqqa tashlashga buyurdi. Alloh bilan qasamki, yiliqi o'q quduqqa tashlangan hamon suv bulduqlab chiqishga boshladi. Kishilarmu suvga qandi. Budayl ibn Varqoining org'a tushishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyaga tushib bir oz aram olgandan keyin Huzoa qabilasidan Budayl ibn Varqoi bir qancha odamni boshlab keldi. Huzoa qabilasi Tihoma aholilari ichida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sodiq ittifoqdoshlari edi. U mundaq dedi: Kayb ibn Luay jamoati bir xil eg'ir yeni qurollarni elib Hudaybiya suyining u chetiga tushdi. Ular sen bilan ilishib Baytullohga kirishini to'smoqchi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Biz urush qilib kelmadik, umri qilg'ili keldik. Qurayshlarni bo'lsa necha yillik urush qo'rtavatdi. Ular eg'ir ziyon tortdi. Shunga ular men bilan ahdi kelishim tuzishni xohlasa, kelishim tuziman. Boshqalar, ya'ni Makkaliklardan boshqa arab qabilalarining ishi ayrim ish. Keyincha ular xohlasa boshqalar kirgan dinga ularmi kirar yoki kirmas. Ammo ular menga urushni zo'rlab tangsa, men ular bilan jinimdan juda bo'lg'icha yoki Alloh o'z ishini g'olib qilg'icha urushiman dedi. Budayl Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: deganlaringni Qurayshlarga cho'qim yetkizman deb chiqib ketdi va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yinidan chiqqan peti Qurayshlar bilan uchrashib, men hozirla avu adam Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni demoqchi. Uning yinidan keldim. U menga ba'zi gaplarni qildi. Xolsanglar aytman dedi. So'rindagi ba'zi kam aql kishilar Budaylning gapini anglamayla.
Qo'y uning gapini, deb yurishning hojati yo'q, dedi. Yana ba'zi pamparasatlikleri, qani aytib boq, anglab boqayli, dedi. Shuning bilan bu dayil ularga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning aytganlarini aynan yetkazdi. Buni anglab Qurayshlar ishning tegi taktini o'qish uchun Mikraz ibn Hafsni avatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Mikrazni yiroqdan ko'rib, bu qor yuz oldamchi odam, dedi. Mikraz kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga budayilga deganlarini aynan takrorladi. Mikraz berib Quraysh doirlarini voqiflantirdi. Quraysh elchilari Mikraz ibn Hafsi Qurayshlarga ahvol ma'lum qilgandan keyin Kanana qabilasidan Halis ibn Alqama ismli bir kishi chiqib, "Menga ijozat qilinglar, men uning qishiga o'zim berib kelay", dedi ular. Berib kelgin deyishdi. U musulmonlar turayotgan joyga yiroqdan ko'rinib kelivdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Bu kishi qurbonlik mollarni ulug'laydigan qavmlardan, uning oldiga to'gilarni haydab qo'yinglar", dedi. Sahabeler Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin deginide qildi ve labbayka tekbir aytib onu qarşı aldı. Bunu görgen Halis teəccüblenib, "Subhanallah, Allah ayıp noksanın pak, munazzahdır. Bularni Beytullah'ni tavab qilishdan to'sish loyiq emasken", dedi. Ve Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bilen ko'rishgandan keyin odamlarning qishiga qaytib, qurbonlik to'gilarga qiloda isib qo'yilganligini va hammasiga ansilib belga qilganligini ko'rdim. Meningcha ularni haj qilishdan to'sishga bo'lmaydi, degan edi. Bu so'z uchun u qattiq tanqidga uchirdi. Bu chaqda Saqif qabilasidan Urva ibn Mas'ud Saqafi: "Bu odam sizlarga dona taklif beribdi. Uni qabul qilishga arziydi. Menga ijozat bersanglar uning qishiga bir berib kelsam", dedi. Ular berib kel deyishdi. Urva kelib Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bilen söhbetleşdi. Söhbet jarayonida Peygamber sallallahu alayhi ve sellem onunğa bu dayilga aytgan so'zlarini takrorladi. Buni anglab Urva: "Ey Muhammad sallallahu alayhi ve sellem, o'z qavm jamoatini qirib tashlaydimsan? Arablardan o'z pushti jamoatidan xonavayron qilgan bir odamni anglaganmisan? Navoda mag'lubiyat sana yuzlansichu? Əzbirayı Xuda adamlarının çıraydan görünüp durubdu ki, ularning hammasi sayoq odamlarda qılıdı. Ular sizni tashlab qacharmikin?" degan edi Abu Bakr roziyallohu anhu. "Sizningcha biz Rasulullohni tashlab qochadigandak ko'rinamdikanmiz?" deb ochiqlandi. Urva: "Agar menda sana texcha qaytirish fursati bo'lmagan yaxshiliqing bo'lmagan bo'lsidi, albatta muvofiq javob qaytaratdim", dedi ve Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bilen keskin cevaplaşıp takkallaşqılı durdu. O hadisla Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin saqlığa qol uzatatdı. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin yanında Mughira ibn Shu'ba raziyallahu anhu dobulğa kiyip qilish tutgan halda muhabbizatda turvatatdı. Qaçanqi Urva Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin saqlığa qol uzatsa, Mughira onun qulğa qilishning qayniki bilan nuqib, "Tat qulungni", dedi. Urva beshini ko'tarib, "Bu kim?" deb so'radi. Kishilar Mughira ibn Shu'ba degan edi. U: "Voy aldamchi xoin, sening terib qo'ygan xiyonating uchun hozirmi badal to'layapman", dedi. Mughira roziyallohu anhu musulmon bo'lishning oldida bir qancha odamga hamroh bo'lib safarga chiqqan va bir yerga kelganda ularning hammasini o'ltirib etib, mol-mulklarini ilib qochib ketgan. Ondan Madinaga kelib musulmon bo'lgan edi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem uning ahvolini uqqandan keyin: "Sening musulmondalchiligini qabul qilaman, ammo ilib kelgan melingni tonimayman", dedi. Mughira roziyallohu anhu mazkur Urvaning bir tuqqan jiyani edi. Shuning bilan birga Urva yana sahabalarning o'zaro ittifoqi va ularning Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bilan bo'lgan munosabatiga alohida diqqat qildi ve o'z odamlarining yiniga qaytdi. "Ey jamoat, men atoqli podshohlar va katta arboblarning qishiga elchi bo'lib borgan Qaysar, Kisra va Najoshilarning huzurida bo'lgan edim. Alloh bilan qasamki, men Muhammadning sallallohu alayhi va sallam odamlarning uningga hurmat qilgandek, bu shohlarning hech birisida hurmat qilinganligini bilmayman. Ular hatto uni hurmat deganligidan uningga tikilib qaramaydi ekan. U sizlarga obdan taklif beribdi.
onun təklifini qəbul görünlər, dedi. Allah ularni sizlərə qol silishdən to'sdi. Quraysh tərəfdən bir qancha urush xumar, əsabi, təntak yosh boshliqlarning sulhi tuzishga moyil bo'layotganligini ko'rib, sulhi kelishimning imzolanishiga to'salg'u paydo qiladigan muvofiq bir tadbir ustida o'ylandi. Axir ular kechilab chiqib musulmonlar bargohiga hujum qilish uchun pilsiga o't yiqish irodasiga keldi va mushu maqsadda ulardan 70-80 dak nodon yosh tashkillanib, Naim teg'ini bo'ylab kelib, maxfiy ravishda musulmonlar bargohiga tegish qilmoqchi bo'ldi. Biroq ular o'ylamagan yerdan musulmonlar muhofizatchi qo'shinning qo'mondoni Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu tarafidan sezilib qoldi. U ularning hammasini tirik qo'lga tushirib, chambarchas bog'lab etgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundan xabar topgandan keyin sulhi kelishim ishlariga to'salg'u bo'lmasin uchun ularning gunohini kechirim qilib o'z yo'liga qo'yibdi. Allah Taala bu haqda: Allah ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi, hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Allah qilgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Qur'on Karim Sura Fatih 48-sura 24-oyat. Osman ibn Affan roziyallohu anhu Quraysh tarafga elchi bo'lib bordi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Qurayshlarga o'zining maydonini va bu qitimqi safarining asosiy nishonini uqtirib qo'yish uchun Makkaga elchi kirgizishni o'yladi. Shunga u Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni chaqirib Makkaga kirgizmoqchi bo'lgan edi. Umar roziyallohu anhu: "Ey Rasululloh, agar men Makkada zarbiga uchtirsam, bani Kabib jamoatidan menga yistashlik qilgan odam yo'q. Shunga sen Osman ibn Affonni avatgin. Uning urug' tuqqanlarining hammasi Makkada. Elchiliknimi obdan qalmashtirdi" deb o'zlari aytdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Osman roziyallohu anhu ni chaqirib, uni Qurayshlarga elchilikka avatadiganligini uqtirdi va Qurayshlarga bizning urush qilib kelmaganligimizni, faqat umra haj qilish uchun kelganligimizni uqtirg'in va ularni islomga chaqirg'in dedi. Hamda uni Makkadagi barliq mu'min ayollar bilan ko'rishib, ularga fathi bishoratini yetkazishga va u yerdagi kishilar iymonini yushirib yurmasin uchun ular Allohning bu dinni Makka tuprog'ida hamon ustunlikka ega qildiganligidan xabar berishga buyurdi. Shuning bilan Osman roziyallohu anhu elchi bo'lib Makkaga yurib ketdi. Bir chaqda Baldaha degan yerga yetib keldi va u yerda Qurayshlardan ba'zi kishilarni uchratdi. Ular: "Nega ketyapsan?" deb so'ragaydi. Osman roziyallohu anhu: "Rasululloh meni elchilik avatdi" dedi. Ular: "Aq yo'l bo'lsin, yo'ling ravon bo'lg'in" deyishdi. Abban ibn Said ibn As degan kishi Osman roziyallohu anhuning oldiga chiqib uni qarshi oldi. Ondan onunğa boshpanoh bo'lib, etini to'qib Osmonni mindirdi. O'zi otning keyniga mindi. Shunda qilib Osman roziyallohu anhu Makkaga kelib Quraysh doiralariga elchilikni yetkazdi va o'z vazifasini ado qildi. Qurayshlar uni Baytullohni tavob qilib qaytishga taklif qilgan edi. U Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tavob qilish fursatiga erishmaguncha o'zi yolg'iz tavob qilmaydiganligini aytib, Baytullohni yolg'iz tavob qilishga unamadi. Osman ibn Affan roziyallohu anhuning o'ldirilganligi haqida o'sak so'zlar tarqalganligi va Rizvon bay'iti. Qurayshlar Osman roziyallohu anhuni kechiktirib qo'ydi. Ehtimol ular hozirgi vaziyat haqida o'zaro muzokara qilishib, bir mavqega kelib bo'lgandan keyin ondin Osman roziyallohu anhu ilib kelgan elchilikka muvofiq javob qaytarish maqsadida uni kechiktirib qo'ygan bo'lishi mumkin edi. U mo'lchardagidan ziyoda kechikib qoldi. Vaqt uzargan seri musulmonlar orasida Osman o'ldirilibdi degan o'sak so'zlar tarqaldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarni anglab, "Biz ular bilan tig'mi-tig' elishmoqcha hargiz qaytmaymiz" dedi. Ondan sahobalarni yig'ib, hammaylarni bay'at, hayot mamatliq ahdi berishga chaqirdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bay'at berish harakati qo'zg'alib ketdi. Ularning hammasi qat'iy qochmaslikqa bay'at berdi. Ayrim bir bo'liklari oxirgi nafsigacha jang qilishga bay'at berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tunji bo'lib Abu
İsmail Əsədi raziyallahu anhu bey'at qildi. Arqadan Salima ibn Akva raziyallahu anhu ölümge bey'at qildi. U bir kunda 3 qitim, yani atdiganda bir, tushdi bir va kashdi bir qitim bey'at berib, o'lgicha ilishdiganligini ta'kidladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'ng qo'lini so'l qo'li ustiga qo'yib, "Mana bu Osman uchun" dedi. Keyincha Osman raziyallohu anhu o'zi kelib qayta bey'at berdi. Bu qitimqi bey'atdan Jaddi ibn Qays ismli bir munofiqlar ayrilib qolgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu bey'atni shu yerdagi bir daraxt tubida olgan edi. Umar raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'lini tutib turib Ma'qal ibn Yasar raziyallohu anhu shu daraxtning bir notisini tutib, kishilarning bay'atini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yetkazdi. Mana bu Alloh taolo. Allah müminlerden haqiqatan razı bo'ldi. Ey Muhammed sallallahu alayhi ve sellem. Öz vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bay'at qildi. Allah ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni bildi. Allah ular bay'at qilayotganda temkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fathi qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Qur'on-i Karim Sura Fatih 48-sura 18-oyat. Sulhi kelishim nomaning imzolanishi va uning moddalari. Osman ibn Affan raziyallohu anhuning elchiligidan Qurayshlar vaziyatning jiddiyligini tunib yetdi. Ular darhol Suhayl ibn Amrni sulhi tuzishga avatdi. Ular Suhaylga arablarning Muhammad bu yil zo'rlik bilan Makkaga kiribdi degandek so'z cho'chaklarni tarqitishidan saqlanish uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shu yil ichida qaytib ketishini chuqum kelishimga kirgizishni topildi. Suhayl yetib kelibdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni ko'rib, "Ishinglar yengillashdi. Ular Suhaylni avatkidiga qaraganda chuqum sulhini tanlabdi" dedi. Suhayl kelib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan uzun suhbatlashdi. Suhbatdan keyin ikki taraf sulhi kelishimning tuvandagi moddalariga o'rtaq birlikka kelishdi. Birinchi, Rasululloh taraf bu yil Makkaga kirmay qaytidi. Kelar yili qayta kelib Makkada faqat 3 kunla turdi. Haramga musofirlar hamroh qildigan yaroq va qiniga silingan qilishdan boshqa har qanday qurol yaroq ilib kirmaydi va Quraysh taraf bularga hech qanday daxli taruz yetkazmaydi. Ikkinchi, ikki taraf o'rtasida 10 yil urush to'xtatiladi. Bu muddatda ikki taraf xalqlari bir-biridan mutlaq amin bo'ladi va kona adovat va ziddiyatlarni qo'llashmaydi. Uchinchi, har qaysi taraf qabilalarining musulmonlarning himoyasiga kirishi yoki Qurayshlarning himoyasiga kirishi shu qabila xalqining o'z ixtiyoriga qo'yiladi. Ammo ikki tarafning qaysi birining himoyasiga kirgan qabila shu tarafning ayrilmas tarkibiy qismi deb qaraladi. Shunga shu qabilaga qilingan har qanday yo'lsizlik u tarafga qilingan daxli taruz hisoblanadi. To'rtinchi, Quraysh tarafdan ega chaqilarining ruxsatisiz qechib kelgan har qanday bir Quraysh tarafga shartsiz qaytariladi. Ammo musulmonlar tarafdan ular tarafga qechib borsa, ular u ni qaytarib bermaydi. Kelishim nomining moddalariga ikki taraf o'rtaq birlikka kelib bo'lgandan keyin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuni chaqirib shartnomani yozishga buyurdi. U qo'liga da'vat va siyohni ilib Bismillahirrohmanirrohim. Nahayli shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman deb yozgan edi. Suhayl, azbroy Xudo, Rahman degan so'zni tunimaymiz. Sen uni ya'ni Bismillahumma, ey Alloh, sening isming bilan boshlayman deb yozg'in, dedi. Bu ularning tabarik so'zi edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali raziyallohu anhuni Suhaylning degindek yozishga buyurdi. Ali raziyallohu anhu Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam shuningga sulhi qilindiki deb yozgan edi. Suhayl payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga biz sening payg'ambarligingni e'tirof qilgan bo'lsak, sen bilan urushib Baytullohni to'sib yurmaydik. Shunga uni Muhammad ibn Abdullah deb yozg'in dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga
Meni gerçe inkar qilsanglarmı, men yenla Allah'ның bir haq peygamberidirman, dedi-yu. Ali raziyallahu anhuni Suhaylning degindek yezishqa va kelishimdagi Rasululloh degan so'zni uchirtishga buyurdi. Ali raziyallahu anhu men bu so'zni mengu uchirmayman deb turib olgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zni o'z qo'li bilan uchirdi. Andin Ali raziyallohu anhu yezishini davomlashtirib kelishimnomani bitkizdi. Kelishimga imzo qo'yilib bo'lgandan keyin Huza'a qabilasi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning himoyasiga kirdiganligini jakarladi. Ular kitobimizning beshida aytganimizdek Abdul Muttallibning davridan tortib Bani Hashim jamiyatining ittifoqdoshlari edi. Ularning bu ishlari ular o'rtasidagi ashu kona ahdini texmi chingitdi. Ya'ni Bakri qabilasi Qurayshlarning himoyasiga kirdi. Abu Jandalning qaytirilishi. Sulhinoma bitilayotgan paytda Quraysh elchisi Suhayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal qo'yzi kishanlarini so'rab Makkaning tuvan tarafidan chiqib kelib, musulmonlar orasiga o'zini atdi. Suhayl buni ko'rib, "Mana bu qaytirish tegishli tunji odam", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Biz tixi sulhinomani tutishib bo'lmadik-ku", degan edi Suhayl. "Undaqda men sen bilan hech qanday kelishim imzolay olmayman", deb turib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Uni menga qoldirgin", degan edi Suhayl. "Uni sana mengu qoldirmayman", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qayta talab qilgan bo'lsa-mu, Suhayl unimidi. Suhayl o'g'lining yuz ko'zlariga hadab uratdi va uni Makkaga qaytirib ketish uchun gajgisidan so'raydi. Abu Jandal jinning barcha to'lab, "Ey musulmon qarindoshlar, meni dinimdan yondirgan kuffarlarga qaytirib beramsizlar", dedi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Ey Abu Jandal, sabr qilgin, norozi bo'lmag'in. Allah sana va sana o'xshash zulm qilingan musulmonlarga pat yaqinda cho'qim aminlik va chiqish yo'li ato qiladi. Biz ular bilan sulhi tuzibdik. Har ikki taraf Allohni oraga silib turib, ahdi berishibdi. Endi biz ahdimizda turmasak bo'lmaydi", dedi. Qurbonlik mollarni zabi qilish, chash tushirish va ihromdan chiqish. Sulhinoma imzolanib bo'lgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarga, "Turinglar, qurbonlik to'ylaringlarni zabi qilinglar", degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu so'zni 3 qitim takrorlagan bo'lsa-mu, birmi odam ado qilishga tamshalmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu jimjitlikni ko'rib, ayoli Ummu Salima roziyallohu anhaning qishiga kirib, musulmonlarning itoat qilmaganligidan koyidi. Ummu Salima, "Ey Rasululloh, ularning amringa itoat qilishni xohlamsan? Undaqda oldi bilan o'zing chiqib qurbonlikni zabi qilgin va satrashni chaqirib chachlaringni oldirib ihromdan chiqqin", dedi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ummu Salima roziyallohu anhaning yonidan chiqdi-da, hech kimga qaramay berib qurbonlikni zabi qildi va satrashni chaqirib chechini oldirdi. Sahobalar buni ko'rib qurbonliklarini bas-basda zabi qilishdi va o'zaro chachlarini tushirishdi. Ular qattiq dard alam chekayotgandek qiladi. Ular o'xshashla 7 odam bir to'yga yoki bir kala qurbonlik qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushriklarga obdaroq alam bo'lsin uchun Abu Jahlning Badri urushida o'lja ilingan kumush buyunturuqli qizil nar erkak to'gisini qurbonlik qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam chachlarini tushirguchilarga 3 qitim, qirqitqanlarga 1 qitim mag'firat tiladi. Mushu safarda, ya'ni Alloh taolo Kayb ibn Ujra qatorliq ma'lum illat tufayli chechini muddatdan burun oldirganlarga roza tutish, sadiqa berish va yoki boshqa amallarni qo'shib ado qilish bilan billa kafforat ado qilishni amr qildi. Shuning bilan kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelay qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjimholi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Madina musulmonlarining Makkaga haj umra uchun yo'lga chiqqanligi va yerim yo'lga kelganda Hudaybiya kelishimiga asosan ularning yana Madinaga qaytmoqchi bo'lganligidek voqealiklarni o'qib o'tgan edik. Endi
davomini qo'yamiz. Muhacir ayollarni qaytirib berish taklifining rad qilinishi. Arqadilla bir qancha mümin ayol yetib keldi. Ularning keynidan ularning ega chaqilari kelib, Hudaybiya kelishimisiga asosan bu xotin qizlarni o'z egalariga qaytirib berishini talab qildi. Lekin ularning bu talabi kelishimnomining bu haqdiki. Biz tarafdan har qandaq bir sizlar tarafga qochib borsa, garchi musulmon bo'lsa-mu, uni shartsiz qaytirib berisizlar degan moddasida ayol kishi qat'iy tilga ilinmagan degan paket bilan rad qilindi. Allah Taala bu haqda: "Ey müminlar, sizlarga mümin ayollar hijrat qilib kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini Alloh obdan biladi. Agar ularni sinagandan keyin haqiqiy mü'mina deb tunisanglar, ularni kuffarlarga qaytirib bermanglar. Ular kuffarlarga halol emas. Kuffarlarmı ularga halol emas. Kuffar erlerining ularga bergan mehrini qaytirib beringlar. Ularning mehrlerini berib, nikohinglarga alsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kuffar ayollarni emringlarda saqlamanglar." Qur'on Karim Sura Muhtahina 60-sura 10-oyatning bir qismi. Shuningdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hijrat qilib kelgan mümin ayollarni Alloh taolaning bunu oyatiga asosan imtihon qiladi. "Ey payg'ambar, mümin ayollar sana kelib, Allohga hech narsani sherik keltirmaslikka bay'at qilsa." Qur'on Karim Sura Muhtahina 60-sura 12-oyat. Ularning ichidan mushu shartlarga ko'nganlariga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Sening bay'atingni qabul qildim" deydi va ularni mushriklarga qaytirib bermaydi. Musulmonlar yuqorqi oyatning hukmi bo'yicha nikohidagi kuffar xotinlarini taloq qilaverdi. Umar roziyallohu anhu shu kuni mushrik holatda turayotgan ikki xotinini qo'yayotgan edi. Ularning biri Muaviya, yana birini Safvan ibn Umayya nikohga oldi. Kelishimnomining moddalari nimalarni uqtirdi? Mana bular Hudaybiya sulhisi kelishimnomasining tafsilotidir. Bu kelishimnoma moddalarini uning tarixiy orqa ko'rinishlari bilan birlashtirib tahlil qila oladigan har qanday bir kishi bu shartnomaning imzolanishining musulmonlarga nisbatan g'oyat zo'r g'alaba va cho'ng muvaffaqiyat bo'lganligiga shak qilmaydi. Chunki Qurayshlar buningdan ilgari musulmonlarni e'tirof qilmaydi. Balki texi musulmonlarni yiltizdan yo'qotish ularning asosiy plani va tüp nishoni edi. Musulmonlarning hamon bir kuni gumron bo'lishni to'rt ko'zi bilan kutadi. Ular Arab yerim oralidagi diniy huquq va siyosiy rahbarlikning homiyleri bo'lib sifati bilan butun kuchini ishga silib, islom dinining Arab jamiyatida umumlashib qilishiga jon jahli bilan qarshi turib kelgan edi. Ammo bu qitim ularning sulhiga moyil bo'lganligining o'zi, ularning musulmonlarning siyosiy o'rnini e'tirof qilganligini va Qurayshni markaz qilgan barliq kufri gumashdilarining musulmonlarga qarata qarshilik ko'rsatish iqtidoridan qolganligini uqtiradi. Kelishimnomining 3-moddasidagi mazmunlar Quraysh tarafining o'zlari da'vo qilib yurgan siyosiy o'rin va diniy rahbarlik huquqini amdilikda unutganligini, ularning hozir o'zini o'ylaydigan bo'lib qolganligini, shundan e'tiboran butkul jamiyat, hatto butun Arab yerim orali musulmonlashib ketsimi, Qurayshlarning hech qanday yo'l bilan aralashmaydiganligini ko'rsatdi. Bu Qurayshlarga nisbatan zo'r mag'lubiyat, musulmonlarga nisbatan zo'r g'alaba edi albatta. Buningdan ayon bo'ldiki, musulmonlarning dushman kuchlari bilan qonliq ilishish orqali yetadigan oxirgi nishoni hargiz qarshi tarafning mol dunyolarini bo'lab talon-taroj qilish, odamlarni qirg'in qilish va yoki ularga islom dinini majburiy tingib qabul qilishga zo'rlash bo'lmasdan, balki musulmonlarning bu urushlarda qonliq badallarni to'lashdiki birdan-bir maqsadi o'zlari e'tiqod qilgan diniy tanlash va e'tiqodiy tunishni birlikka keltirishda xohlagan odam iymon etsin degan oyat bo'yicha kishilarga hech qanday bir zo'ravon kuch ularning irodasiga to'salg'u bo'lmaydigan mukammal hurlik va erkin tanlash muhiti ato qilish edi. Vaholanki bu nishon shundoq mukammal ravishda ishga oshdiki, bundaq muvaffaqiyatga odatda qudratli lashkariy qo'shinlar bilanmi
erishish mumkin bo'lmaydi. Musulmonlar bu qitimqi sulhi orqali nihoyatda zo'r darajada ro'naq topdi. Alayli, mushi kelishim imzolanishining oldida musulmonlar qo'shinining soni 3000 dan oshmaydi. 2 yildan keyin Makka fathisida musulmonlar qo'shinining umumiy soni 10 mingdan oshib ketdi. Kelishim nomining 2-chi moddasi yanala mushqiti musulmonlar qo'lga keltirgan g'alabaning to'liqlamasi bo'lib hisoblanadi. Chunki eng dastlab urushni musulmonlar boshlagan emas, balki Quraysh mushriklari musulmonlarga zo'rlab tangan edi. Musulmonlarning cho'ng kichik lashkariy harakatlarni qo'zg'ashidagi maqsad Qurayshlarni cho'chitib qo'yish orqali ularning zo'mgarlikdan va kishilarni Alloh taolaning yo'lidan to'sish qilmishidan qo'l uzishga majbur qilib, tanglik va barobarlik o'rnatish orqali hammaylarga o'zi tanlagan yo'lda menish sharoitini hozirlashdan iborat edi. Mana 10 yillik urush to'xtatish kelishimiga imzo qo'yish deganlik, amaliyotda Qurayshlar o'zlarining o'rinsiz cho'ngchiliklarini va islomiy da'vatga yo'lsizlik bilan aralashish qilmishlarini o'z qo'llari bilan cheklaganligidan iborat edi, xolos. Qisqasi, bu ularning o'zini chaqlamay put etib peshvo yeganligi va o'zi chiqqan daraxtdan o'zi tushalmay qolganligining timsoli edi. Kelishim nomining 1-moddasiga qo'shilganligi ularning musulmonlarni Masjidil Haramdan to'sishga xotima berilganligidir. Bu ham Qurayshlar uchun bir mag'lubiyat edi. Albatta, chunki Qurayshlar bu moddadagi belgilama bo'yicha musulmonlarni shu yil Makkaga kirmay qaytib ketish talabiga ko'ndirilgan bo'lsa-mu, lekin Qurayshlarning manfaatiga vakillik qiladigan boshqa bir alohida shart qo'ya olmadi. Qurayshlar yuqorqi 3 jihatda musulmonlarga yo'l qo'yib, uning badaliga 4-moddadagi birla alohida imtiyozga erishdi. Afsuslanarligi, ular erishgan bu imtiyozmu intayin bema'ni, ahamiyatsiz bo'lib, uning musulmonlarga qilcha ziyon zahmati tegmaydi. Aksicha, foydasi tegadi. Alayli, bir odam musulmonlar bo'ladi ekan, Alloh va Allohning payg'ambaridan va islom toifasidan hargiz qochmaydi. Makkaliklardan musulmon bo'lganlarning garchi Madinaga berib panohlashi yo'li etilib qolgan bo'lsa-mu, lekin ular uchun Allohning zimini kengri edi. Madina aholisi islom dinidan xabarsiz holatda turayotgan ayni chog'larda Habash zimini musulmonlarga qo'ynini keng ochgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Makkaliklardan musulmon bo'lganlar uchun Alloh o'z dargohidan osonlik va muvofiq chiqish yo'li ato qilgusi degan so'zida dal mushu ma'nolar ko'zda tutilgan. Kelishimda yana Quraysh tarafining o'z tavallikini shu darajada qo'g'dab ketganligi, garchi o'zining izzat obro'yini qo'g'dagandek tuyg'u bersa-mu, amaliyotda bu ularning qattiq cho'chiganligidan, nima qilarini bilolmay intayin jiddilashib ketganligidan, shundaqla o'zlarining ma'budlik mavjudiyatidan qattiq ansirganligidan derak beradi. Va go'yo ular hozirgi mavjudiyatini g'olab tushish girdobiga berib qolgandek, shunga mushundaq ching tutmasa qat'iy bo'lmaydigandek his qilishganligini ko'rsatadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning musulmonlardan Quraysh tarafga qochib ketganlarni qaytarmaslikqa dadil yo'l qo'yishi, uning o'z tavallikini mustahkamlashda faqat imonning hayotiy kuchga tayinganligini, shunga uning bundaq shartlarga parvo qilib ketmaydiganligini ko'rsatadi. Musulmonlarning qayg'urishi va Umar roziyallohu anhuning noroziligi. Xo'sh, mana bular Hudaybiya sulhisidagi asosli moddalarning taxtiga yushirilgan asror va haqiqatlar edi. Lekin bundaq ikki ish musulmonlarni g'am qayg'uga g'arq qilibdi. Uning biri Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalariga biz pat fursatda Baytullohga berib haj tavob qilamiz deb uqtirganligi edi. Acaba bu amdi Baytullohga kirmay qaytmoqchi bo'lib qolganmidi? Yana biri u Alloh taolaning barhaq payg'ambari tursa, haqqoniyat uchun kurash qilyotsa, vaholanki Alloh taolaning o'z dinini hamon g'olib qilishga va'dasi tursa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nim uchun Quraysh tarafining yo'lsiz shartlarini qabul qiladi? Nim uchun sulhida tengsizlikka yo'l qo'yadi? Hatto bu ikki savol shak shubhisizki musulmonlardagi parishonlik
o'y-xayollarning asosliq manbai edi. Mushi ish vajidin musulmonlarning ruhi tushib ketganlikdan ular sulhi moddalarining tegiga yo'shirilgan g'alabalarni o'ylab yetolmadi. Aksicha, qayg'u hasrat kishilarga bog'landi. Sahobalar ichida hamidin bek qayg'urib azob tortgan kishi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bo'lsa kerak. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, biz haq yo'l ustida, ular botil yo'l ustida emasmi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Ha, albatta shundoq" deb javob berdi. U, "Bizdan o'lganlar jannatda, ulardan o'lganlar do'zaxda bo'ladi, shundoqmi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Ha, shundoq" dedi. U yana, "Amisa nima deb dinimiz haqida xo'rliqqa, eg'ir shartlarga yo'l qo'yamiz? Nimishqa Allohning biz bilan mushriklar o'ttirsini keskin bir taraf qilishni kutmay turib qaytib ketimiz?" deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan taqorishdi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Ey Umar, men Allohning payg'ambari. Men uningga osiylik qila olmayman. Alloh menga nusrat ato qilg'uchi. U meni hargiz tashlab o'tmaydi" dedi. Umar roziyallohu anhu, "Sen bizga Baytullohga berib haj tavob qilamiz degan eding-ku" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "To'g'ri, men sana mushi yil chuqum haj tavob qilamiz deganmidim?" deb so'radi. Umar, "Yo'q" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "To'g'ri, sen uningga chuqum kelib tavob qilasan" dedi. Vaholanki Umar roziyallohu anhu ochiqini yanada bosolmay Abu Bakr roziyallohu anhuning qishiga kelib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga deganlarini uningga qayta dedi. Abu Bakr roziyallohu anhu uningga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qaytirgandek javob qaytirdi va uning peshiga ching isilg'in, "Alloh bilan qasamki, u haq ustida" degan gapni qo'shib qo'ydi. Ondan Alloh taolo, "Biz sana ro'shan g'alaba ato qildik" degan surani nozil qildi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Umar roziyallohu anhuni chaqirtib bu surani o'qib bergan edi. Umar roziyallohu anhu, "Ey Rasululloh, u Hudaybiya sulhisi fathi g'alabimi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Ha" deb javob berdi. Uning ko'ngli ichilib yayrab ketdi. Keyin Umar roziyallohu anhu bu ishlarga ko'p pushaymon qildi. U mundaq deydi: "Men shu qitim oldiroqsonlik qilganligim badaliga nurg'un amallarni ado qildim. Sadiqa berdim, ro'za tutdim, namoz o'qidim va qullarni ozod qildim. O'ylab yetdimki, ehtimol shu qilganlarimni men uchun yaxshi bo'pti ekan." Nazarband qilingan musulmonlarning qiyinchiliklarining hal bo'lishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga qaytib kelib bir qancha kun o'tgan edi. Makkada nazarband qilingan musulmonlardan bir kishi Madinaga qochib keldi. U kishining ismi Abu Basr bo'lib, Qurayshlarning ittifoqdosh qabilasidan edi. O'z qabilasidagilar uni qaytirib ketish uchun ikki odam avatgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Basrni hiliqi ikki elchiga topshirib berdi. Elchilar Abu Basrni elib Zulhulayfiga kelganda uloqlardan tushib, yenidagi xurumlarini bir yerga to'kib yeyishga boshladi. Abu Basr ularning birini gapga silib, "Azbiroy Xudo, ey paloni, yeningdagi bu qiliching bek balanda qiladi, shundaqmi?" deb so'radi. Shuning bilan elchilarning yana biri u qilichni qo'liga ilib qinidan sug'urib, "Rostkan, haqiqatan baland qilich ekan" dedi. Bu chaqda Abu Basr, "Akila men bir ko'rib boqay" degan edi. U qilichni Abu Basrga tutqizib qo'ydi. Shuning bilan Abu Basr gach uribla uni mulla qatqizib etdi. Yana biri Madinaga qochib berib udul masjidga kirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u kishining ruhiy holatini ko'rib, "Bu odam chuqum biror pishkanlikka yo'l o'qibdi" dedi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, "Meni hamroyim o'ldirildi. Men mutasli qoldim" dedi. Orqadan Abu Basr kelib, "Ey Rasululloh, Alloh seni vadanga vafo qildirdi. Sen meni ularga topshirib berding. Ondan Alloh meni qutqizdi" dedi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunğa "Vay vabal tekkür, yana bir adami bolgan bolsa, urush qo'zg'atishgan" dedi. Abu Basir buni anglagandan keyin Rasululloh meni ularga hamon qaytirib berdikan deb qarab, Madinadan chiqib ketdi va Qizil dengiz bo'yidan Sayful Bahri degan yerga kelib tushdi. Orqada Abu Jandal ibn Suhayl qochib chiqib, Abu Basirga qo'shildi. Shunda qilib, Makkadan musulmon bo'lib, qochib chiqqanlar kishi Abu Basirning sepiga qatilib, oxir u yerda kuchi xeli zo'r bir qo'shin tashkillanib qoldi. Ular Makkadan Shamga qarab, Quraysh karvoni bayqalsizlar oldini to'sib, odamlarni o'ldirib, mollarini bulab ketdi. Qurayshlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Allohni va tuqqanliq sili rahimni orqa silib turib bu haqda sizning yiningga borgan har qanday kishi omon bo'lsa ekan deb maktub yo'ladi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam odam avitib ularni Madinaga qaytirib keldi. Qurayshlik bir qancha azmatning musulmon bo'lishi. Hudaybiya sulhisidan keyin Hijriyaning 7-yil 5-yilda Amru ibn As, Xolid ibn Valid ve Osman ibn Talha qatarlıq Qurayshlik 3 azmat musulmon bo'lib keldi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga hozir bo'lib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makka bizga yurak parlarini tashlabdi dedi. Ikkinchi bosqich, yangi burilish. Hudaybiya sulhisi musulmonlar tarixidagi yangi bir burilishning boshlanishi bo'lib qoldi. Alayli Quraysh mushrikleri islom dinining eng kuchli va eng ashaddiy dushmanlari edi. Ularning jang maydonidan chekinishi bilan dushman 3 birlashma, ya'ni Quraysh, G'atfon va Yahudilar qo'shinining eng kuchli bir qanoti sundurib tashlandi. Aslida Qurayshlar mushriklikning Arab yerim orolidagi vakillari va butun mushriklarning diniy dahilari bo'lg'ashqa, bu zarba bilan birdilla butun oroldagi mushriklarning xo'riki jimib, tajovuzchilik va zo'ravonlik qirg'inligi zo'r darajada sovidi. Shu vajidan bu sulhiy kelishimnoma imzolangandan keyin G'atfon badaviy qaroqchilari tarafidan biror cho'ng ma'lumotchilik paydo qilish ahvollari ko'rilmadi. Ularning musulmonlarga qarshi harakatlarining mutlaq ko'p qismi faqat Yahudilarning pushkurtishidan kelib chiqqan edi, xolos. Yahudilar Yasrib, Madina Munavvardan surgun qilingandan keyin o'zlariga Xaybarni ig'vogarchilik va suiqasdchilik uvusi deb tanlagan edi. Ularning cho'ng katta bosh shaytonlari mushu makkorlik uvusida tuxum tug'ib cho'jilab, fitna fasod o'tlarini yomritib, Madina atrofidagi badaviy arablarni, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni va musulmonlarni yo'qotishga mumkin bo'lmagandimi, ularni biror talofatda uchirtishga kuch kiritib, kecha kunduz tinmay tipirlamoqda edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Hudaybiya sulhisini imzolab, qaytib kelibla bosgan tunji qadami ashu badaviylarning parda orqasidagi Yahudi makkorlik uvusiga hujum qo'zg'ab, uni chuvib tashlash bo'ldi. Qisqasi, Hudaybiya sulhisidan keyin boshlangan bu da'vo xarakterlik yangi burilish musulmonlarni islom da'vatini keng qanot yaydirish va keng doirada yetkazish uchun yaxshi bir fursat bilan ta'min etdi. Natijada musulmonlarning islom da'vatini yetkazish qizg'inligi yangi bir kayfiyatga ko'tarildi. Shunga biz bu yangi burilish davr bosqichini shundoq ikki qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchi, diniy da'vat sohasidagi jonlanish, ya'ni podshoh va amirlarga maktub yo'llash bosqichi. Ikkinchi, lashkariy harakatlarni qayta jonlantirish bosqichi. Xo'sh, endi biz shu yangi bosqichda jonlangan lashkariy harakatlarning tafsilotini bayon qilishning oldida atrofdagi podshoh amirlarga maktub yo'llash ahvollariga nazar silib boqayli. Chunki islom dinida da'vat hammani bisib tushidi. Dal mushu da'vat uchunla musulmonlar nurg'un javr jafolarni chekkan. Mushaqqatli urush, davolg'ush va malmonchiliklarni boshdan kechirgan edi. Har qaysi el podshoh va amirlarga maktub yo'llash. Hijriya 6-yilning oxirlari edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyadan qaytib kelibla atrofdagi qo'shni ellarning podshoh va amirlariga maktub yo'llab,
ularni islomga da'vat qilish ishini boshlab Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam maktub yo'llamoqchi bo'ldi. Podsha amirlarining muhr besilgan maktublarni qabul qilmaydiganligi o'ttirg'a qo'yildi. Shunga u kumushdan bir muhr yozib, uningga Muhammadun Rasululloh, Allohning elchisi Muhammad degan xatni o'ydirdi. Muhrning xati tövandin yuqoriga 3 qator qilib yozilgan bo'lib, Muhammad degan xat muhr yuzining tuvan qurug'a, Rasul degan xat o'ttiri qurug'a va Alloh degan xat eng yuqori qurug'a uyulgan edi. Hamda mushu maqsadda sahobalardan bilimlik va fam-farosatlik bir turkum kishilarni tanlab, ashu podshohlarga elchilikka avatdi. Allama Mansur Furi rahimahullah Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu elchilarni Xaybar urushiga atlanishning oldida, ya'ni Hijriyaning 7-yili Muharramning 5-da yo'lga salgan deb mutlaqlashtirdi. Tuvanda ashu maktublarning to'liq tekstlarini va uning natijalarini bayon qilamiz. 1. Habashiston podshohi Najoshiga maktub yo'llash. Mazkur Najoshining asli ismi Ashama ibn Abjar bo'lib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga Hijriya 6-yilning oxirlari yoki 7-yili Muharramning 5-da Amru ibn Umayya Tuzammaridan maktub yo'lladi. İmam Tabari rahimahullah bu qıtımqı məktubның to'liq tekstini zikri qılğan idi. Lekin o zikri qılğan tekstning mazmuniga diqqat bilan nazar salganda, uning Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyadan qaytib kelgandan keyin yo'llagan maktubning teksti bo'lmasdan, balki u Makkadagi cheg'ida Ja'far va uning hamrohlari Habashistonga hijrat qilganda, shulardan yo'llagan maktubning teksti ekanligi ma'lum bo'ladi. Chunki İmam Tabari rahimahullah zikr qilgan maktubning tekstida ashu muhojirlar to'g'riliq mundaq bayonlar qistirilgan. Siz tarafga tag'amning o'g'li Ja'far va uningdan boshqa bir bo'lak muhojir musulmonlarni avatdim. Ular yetib borsa shafqat ko'zingiz bilan qarab qo'yg'aysiz. Yeklab zulm sistem qilmag'aysiz. Vassalam. İmam Bayhaqi rahimahullah İbn İshaq rahimahullah'dan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu qitim Najoshiga yo'llagan maktubining to'liq tekstini tuvanlikdek naql qildi. Bu Allohning payg'ambari Muhammadning sallallohu alayhi va sallam Habashistonning oqsoqoli Ashama Najoshiga yo'llagan maktubidir. Hidoyat yo'liga ergishib, Allohga va Allohning payg'ambariga iymon etgan, Allohdan boshqa hech bir ilohning yo'q ekanligiga, Allohning yakka yegona, sheriki yo'q, xotun va bolaga hojat emas ekanligiga, Muhammadning sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi va bandisi ekanligiga iymon etgan kishilarga salom. Men seni musulmon bo'lishga da'vat qilaman. Men Allohning barhaq payg'ambaridirman. Musulmon bo'lsang omon bo'lasan. Ey ahli kitob, faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtoq bo'lgan bu so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. Sura Al-Imron 3-sura 64-oyat. Agar buningdan bosh tortsang, xalqing ichidagi barliq xristianlarning gunohi sana yuklanadi. Atoqliq diniy ulamo, tadqiqotchi doktor Hümeydullah Parij yaqinda bayqalgan mundaq bir maktubning tekstini e'lon qildi. İbn Qayyum rahimahullah bu tekstni azroq o'zgarish bilan naql qilgan edi. Janobi doktor Hümeydullah bu tekstni tadqiq qilish uchun naydi ko'p ajrlarni singdirib, hozirgi zamon kashfiyotlaridan foydalanib, mazkur tekstni mundaq ravishda bayon qildi. Nahaydi shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohning payg'ambari Muhammaddan Habashistonning oqsoqoli Najoshiga, hidoyat yo'liga ergashganlarga salom. Salomdan so'ngra men Allohni shundoq madhiylaymanki,
Onundan başqa hiç ilah yoxdur. Allah barlıq kainatның egisidir. Ayıb nuqsandan pak, munazzahdır. İnsaniyetga salomatchilik beg'ishlig'uchidir. Mö'minlarni azobdan xalos qilg'uchidir. Birla vaqtda hamma shayga tangla nazorat qilg'uchidir. Va guvohlik beramanki, Maryam o'g'li Isa alayhissalom Allohning ruhi va kalima so'zisidir. Allah uni yotliq bo'lishdan voz kechgan iffetlik, tegi pok Maryamga iqlo tashlash qildi. Shuning bilan u Isoga eg'ir bo'ldi. Allah o'z qo'li bilan odam otini yaratgandek, Isoni o'z ruhi kalimasi bilan yaratdi. Men seni sheriki yo'q bir Allohga ishonishga, uning itoatiga birlikka kelishga, menga agishishga va menga nozil qilingan Qur'onga agishishga chaqirman. Men Allohning payg'ambaridirman. Men seni va sening barliq lashkarlaringni Allah tarafga chaqiraman. Men sizlarga Allohning amrini yetkizdim va nasihat qildim. Nasihatini qabul qilinglar. Hidoyat yo'liga agashganlarga salom. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Kelaqatim ko'rishayli, xayr xo'sh, Allohga omonat.